Assalomu alaykum hammaga. Bizga Captiva kelgan 3.2 motor tortib kelishdi. Xo'p, bunga sabab tormoz bo'yicha, ABS bo'yicha muammo bo'lgan. Ularni hozir kabellarni rivojdan birazonga tekshirdik. Birdaxlantirlar, hamma yo'qlarini tekshirdik. Xo'p, muammosini bartaraf qildik. Endi asosiy glavniy muammo xo'p, injektorda chiska qilib, suvchalarni zamina qilamiz. Suvchalari pishilayotganda xo'p, kabellarni paryatniy qilamiz. Undan keyin kabellar juda ham ayanchli ahvolda ekan. Xo'p, yechib olganmiz. Yaxshilab germetiklar yana qaytadan yopib beramiz. Bachoklargacha yechib olganmiz. Antifrizlardan tortib. Injektorlarni hozir yuvilyapti. Xo'p, injektorlari tekshirildi hozir. Injektorlar holati yaxshi. Ozgina to'lib qolgan. Buni hozir yuvib chista qilib, hozir birinchi siyaptimi yo'qmi? Tomchilash bormi yo'qmi? Perlovat qilishga sabablar, suvchani pishib qo'yishga sabablari bormi yo'qmi? O'sha narsalar birinchi bir boshdan davlena berib, mana davlena berib tekshirilyapti. Davlena ko'targan. Xo'p, undan keyingi nimasi? Tomchilashlar yo'q. Bu 3tada tomchilash yo'q. Bu 3tani ham tekshiramiz. Tomchilashi bo'lsa, yo'qqa qo'yib turib, ultrazvukda yaxshilab tozalab, chista qilib, yana boshqatdan qo'yiladi. Tomchilashlarni yo'qotiladi. Danamometda bu 3tada tomchilash yo'q. Endi bu 3ta qo'yib ko'riladi. Xudo xolasa injektorni imkon qadar o'zini chiqarib beramiz, idealni qilib. Xo'p. Xo'p, salonda qilingan ishlar. Benzin asosga relay qo'yilgan. Hozir ko'rsataman. Gazga o'tganda o'chirgan qilingan. Bunda ham ozgina muammo bor. Ishlayapti. Nutdagi suv kirib ketgan. Ularni ham yangilaymiz, montajlarni sal sifat beramiz. Xo'p, antradarga olib tashlashmagan ekan miyasini. Buni olib tashlab turib, prямо qilib ulab beramiz. Kabellarni yaxshilab perdaxlantirlarni tekshirib chiqdik. Hamma yo'qlari joy-joyida. Polni simur olganlar bitta-ikkita chiqqanda ularni olib tashladik. Xudo xolasa idealni qilib yana qaytadan yig'ib yuboramiz. Akkumulyatori o'lib qolgan ekan. O'zimizning mashinadan cheres qilib ishlarni bitirib beryapmiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xudo xolasa buni ham yig'ib egasiga topshiramiz.